Efir doim kech qilaman. Yaxshi narsalarni nima qayta o'qib qidirib topishga harakat qilaman-da. Да, я всегда делаю очень поздно эфиры делаю, но я сейчас изучаю послен. Послен лекарственный. Есть такое растение, послен черный лекарственный. Ассаламу алейкум, ассалам. Sheraliyeva, Beargon narxi qancha deya. Beargondan hali вообще xabarim yo'q. Mendan Beargonni so'ramanglar, qachonki aytsamgina keyin qilishim mumkin. Beargon haqida hali ma'lumot yo'q. Eshitib qo'yinglar. Beargon haqida hali ma'lumot yo'q. Meni xabarim yo'q. Bu o'stirishga nima qilish kerak ekan? Turnik tortib. Bo'yingiz yoshingiz 20 dan o'tgan bo'lsa problema. Assalomu alaykum. Sindrom Jelbera haqida ayting. Birodar, men professor emasman. Rufat 06 olmish. Sindrom Jelbera. Agar esimda qolgan bo'lganida edi, sразу aytardim sizga. Sindrom Jelbera nima narsa o'zi? Namangandagi filialning nomerini ayting. O'zingiz qidirib toping, birodar. Istoriyalarga qo'ygan. Nimaga ham bor? Ana unga aytsangiz, mana nimaga kirsangiz, ya'niki shu profilim nima qilsangiz, mana bu tepada turibdi xullas. Hays kelmasa nima qilish kerak? Mana qarang, Shuhrat Tovna Nodira. Bitta narsa aytaman. Qarang, ituzumni bilasizmi? Yana uyingizda atrofida o'sib yotgandir. Siz shifoni uyingizda oldida qidiring. Xonadoningiz atrofida qidiring. Ituzum, qora ituzum bilasizmi? Ana shuni barg-mark anavlari bilan dalalarning ichiga o'sadi. Yoshlikka yeb yurgansiz-ku. Bargi va anavsini aralashtirib, tuyib, ezib, tampon qiling-da, matkangizga tiqing, vaginaga. Miomaga davo qanday? Эфирларым кузатmaysiz shekilli. Xayrli kech. Где вы живете постоянно? У меня постоянное жительство в данный момент нету. Taxikardiyaga dori ayting. Nuriddin, aptekaga borasiz yoki bironta giyoh sotuvchilarning oldiga borasiz? Men sizga aytmayman, do'konimizga boring deb. Yo'q, shart emas. Men sizga rus tilida aytaman. Цветки боярышника и Цветки боярышника oling, ya'niki qizil do'lanani mevasi yoki gulini oling. Guli sotiladi ko'pincha. Do'lanani o'zi emas, lechebniy. O'sha gulini damlab ichib yuring. Agarda siz o'sha qizil do'lanani, yovvoyi qizil do'lanani guliga valeriana, ana hozir pustirnik serdechniy deydi. O'zbek tilida bilmayman-da nimaligini, pustirnikda. O'shani qo'shib ichsangiz, mana shunday bo'ladi. Ikkita narsa taxikardiyaga. Keyin nafsingizni teng, rasmingizga qarab turibman, to'lachada ekansiz. Ovqatni ko'p yeysiz deyman-da shekilli. Bosib turib. Uchoqli apellyatsiya tok sochli nima qilsa bo'ladi? Birinchi navbatda antiparazitarka. Birinchi navbatda очищение organizma, antiparazitarka. Ikkinchidan ana uni tuxum yog'ini surting uchoqli apellyatsiyaga. Torpedani tarkibida nimalar bor? Keling qulog'ingizga aytaman. Tak, ayam chuvalchang ichoptilar, kuchli og'riq bo'lyapti. Shu Xudoga shukr qilingki, og'riq boshlanibdi. Ya'niki regeneratsiya jarayoni boshlanibdi. Xursand bo'ling. Tezroq dorilarda organizmga tezroq ta'sir bo'lishi uchun ichingizni rosa ketkizing. Qani 3 kun shunday qilsangiz. Tushundingizmi? Ya'niki magniy sulfat ichib olib, rosa ichingizga ketkizsangiz, keyin ko'proq sok ichsangiz. Sokka birma-bir suv aralashtirib ichsangiz, ya'niki iliq suv. O'shalardan ichsangiz, vo bo'ladi, vo. Amin. Хеликобактер, гастрит, что делать? Корни аэроболотного, Балтабаева, Рима. Пробейте сами. Хеликобактер, дисбактериоз, гастрит. Чем лечится?
Я вам одно скажу. Корни аира болотного. Chirchiqda filial bor, da. Pastga tushdim. Savollar ko'payib ketibdi. 9 oylik bolada ich qotishi uchun biror nima ayting. Dietangizni o'zgartiring. Birinchi nol. Ismoil, men primoy efirda aytdim. Uzoq qaynagan suli, avyos deydi. O'shani agarda o'sha uzoq qaynayotgan sulini ichiga sliva qo'shib yuborsangiz, ikkita ishni yurg'izuvchi zo'r dori tayyor bo'ladi. Tushundingizmi? Undan keyin 9 oylik bolangizga ko'proq mevani soklaridan bering, baraka topib ko'ring. Kelishdikmi? Keyin ich qotgan payt aytganman. Gugurt uchini, ya'niki boyagi yonaydigan joyini qulog'ingizga munda qilib, ko'chasiga shunday salgina tiqib munda qilsangiz, 1 minut, 2 minut ichiga farfarak bo'ladi. Xronический xolestitga arpa yordam beradi. Xudo xohlasa yordam beradi, o'ylamang. Agar siz besmertnik ichsangiz, tezroq yana yordam bo'ladi. O't pufadagi polipka nima o'tlardan chistotel. Andijonda 2-3 do'konimiz bor. Tribistron Октавда bormi? По всему Казахстану есть. Tiza bekordan bekorga og'rimaydi. Javohir Qayumovich. Bekordan bekorga og'rimaydi. Cho'lchan kapsulasini iching deganman. Yo'q desangiz agar uyingizda balkim nimangiz bordir. Echkingiz bordir, qo'ringiz bordir. Agar echkini tezagi borki, qumalog'i, o'shani svejisini ezib, uksus, ya'niki olma sirkasini aralashtirib bo'tqa hoziq qilib tizagingizga bog'lang yoki molni tezagini bog'lang, svejishini, bepul sizga. Oyoq mozol bo'lganda nima maslahat berasiz? Mozol? Siz hozir oyoq kiyimingiz urib tashlaganmi? Shunday nazar tutyapsiz, birodar. Oshqozon raki 3-stepen, og'izdan qon ketish kuchayyapti. Nima maslahat beradi? Vidis Abdu. Oshqozon rak 3-stepen. Qayerliksiz? Hozir pastga tushdim. Meni o'g'lim 4 oylik, boshi ko'p terlaydi, ko'p og'rib qoladi. Men o'g'lim 4 oylik, boshi ko'p terlaydi, ko'p og'rib qoladi. Nima kasali bor? Qo'limda ekzema bor, emni qilsam bo'ladi. Mana uni ichib surtib ham ko'ring. Hozir ko'rsataman. Hozir ko'rsataman. Ituzum bor-ku. Экзема. Аида, надо измельчить это плод и листья, и повязку сделайте. Ну, вообще-то при экземе еще есть много чего варианты при экземе. Надо очистить печень, кишечник. Ну, можете употреблять отвар ячменя в домашних условиях. А снаружи смазывайте или это, или с мумией. Мумию мажьте. Хорошо?
Yetilga qarshi aytib yuboring, gijjaga aytib yuboring. Videolarim bor-ku. Toshkentdamisiz birodar? Kamida sahr ham bor voy bilan. Vidis Abdi. Srochno ertaga ertalab anonga keling, Chorsudagi do'konimizga keling. Tushundingizmi? Tezlikda qon to'xtatish uchun, oshqozon raki uchun. Podorожник sokini ichiring. Qon to'xtaydi xudo xohlasa. Bir osh qoshiqdan podorожник o'sab shunday gullab yotibdi hozir. Podorожник sokini ichiring. Undan keyin kerakli dorilarni olmasangiz bo'lmaydi. Yo'q, ichi o'tyapti 2 oydan beri. İçini qotirish kerak. Chude detox. Halila toping, halilani ichiring. Man ko'rsatuvdim-a? Yosh bolalar uchun necha oylik dedingiz? Siz mana uni olib ichiring ko'ringda. Bola ich oladigan darajada-da. Mana shuni ichirib ko'ring. Tushundingizmi? Shuni ichirib ko'ring. Chunki ich ketsa ham, ich qotsa ham, вообще zo'r yordam beradi. Shiringina-da, главное shu. O'zi surunkali ich ketishiga kitobda yozilganda. Kitobda yozilgan. Eshakni suti deb yozilgan. To'g'risi. Oz qopti, bismillah. O'ng qo'lim mana. Shiringina zo'r. Aroq ko'p ichgan Baxtiyor 1484. Aroq ko'p ichgan. Kukilnik degan giyoh bor. O'shani toping do'konlarimizdan, filiallarimizdan. Pigment dog'larga nima qilsa bo'ladi? Jigarni tozalang, yaxshi bo'ladi. Ozish uchun nima tavsiya qilasiz? Farangiz Normatova. Sizga doim nafs tiyishda aytaman. Xullas, oson ozish usuli. Teringiz ajinlari ketadi, mushak, bo'g'inlar, og'riqlar ketadi. Ozasiz, xudo xohlasa, ishtahangiz kamayadi. Kollagen ishlab chiqaramiz, kollagen. Bozor narxidan arzon bo'ladi, boshqa joylarda 700-750 ming bo'lsa, xudo xohlasa bizlar 450-500 lar atrofida chiqaramiz. Trebistron haqida ma'lumot bering. Nimani bilishni istaysiz? Doston ovqat qolib ketishi, bilmadim uni hozir. Ugurlarni yo'qotishga nima maslahat berasiz? Yangi ovsyankani qanchalik yordam beradi? Men unchalik his qilmayapman, uylanganman. Anavingiz yaxshi emas, hazm tizimi yaxshi emas bo'lmasa, just mayl, nafs ting, yog'lilarni kamroq yeng. Ugurlar masalasida bo'lsa, салициловый kislotani betingizga surtishingiz mumkin yoki kalendula лекарственное damlab betingizga surtishingiz mumkin. Yoki shunday aptekaga kirasiz, aspirinni olasiz. Aspirinni ezasiz. 5 dona aspirinni ezasizda bir osh qoshiq suvni ichiga. O'shani surtasiz betingizga. Kechqurun surtib qo'ying, ertalab yuvib tashlaysiz yoki bir yarim soatga surtib qo'ying. Uyqum keldi to'g'risi.
Vidis Abdi, men sizga javob berdim, ha? Vidis Abdi, men sizga javob berdim. Suyak yemilishiga nima maslahat berasiz? 16 yosh, shomshalik. 16 yosh suyak yemilishi. Do'konimizga keling, cho'lchin kapsulasi beradi. Shu bittasi. Shep ko'kragim tusi ayirib jur tag'i shep qo'lim. Shap ko'kragim tusi ayrilib jur tag'i shep qo'lim uyib qolibdir. Neden bo'ladi? Palmira unchalik tushunmadim. O'ng qo'lingiz, o'ng ko'kragingizmi? Qoningiz quyuqdir-da. Siz ham do'm boqqan ekansiz. Charchab qolay. Nevropatiya bor ikkita oyoqda. Сахар bormi, сахар? Можно вылечить красную волчанку. По воле Аллаха неизлечимой болезни нет. Manda psoriaz bor, 13 yildan beri bor. Tak, assalomu alaykum Bolotog'a. Kamarjoba, Petanda, Burdashi. Revmatizmga nima maslahat berasiz? Samandar. Revmatizmga. Siz ari cho'qtiring. Почти har kuni aytaman, bir xil narsa o'zi. Revmatizm, suyak bo'g'in kasalligi, bir xil narsa. Bir xil savollar berasizlarda. Epilepsiyaga davo bormi? Epilepsiyaga обязательно, albatta davo bor. Albatta bor. Sog'lig'im yaxshi, charchadim. Kim yuqoriga chiqadi? Firol lekarstini emizayotganda ichsa bo'ladimi? Желательно yo'q. Желательно yo'q. Chimchi achi upsa ana. Кто выйдет? Давай так. Асад Тырлаев. Приму Boburjon Rahimov. Boburjon Rahimov zaprosda turibsiz keyingisi. Xohlasangiz. Davosi bormi psoriazni? Tuzalmas kasaldi o'zi yo'q, baraka topkurlar. Assalomu alaykum. Eshitamansiz? Qahramon aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. O'zi aka, bir kasal ko'rasizmi, ko'rmaysizmi? Siz savolni bering. Oyoq qo'lim tomir tortib qolishadi. Tomir tortib qolyapti. Yoz kuni bo'lsa ham. Analiz topshirdingizmi? Ancha yil oldin topshirgandim. Astraxon doz degan tushunmadim, lekin unaqa dorining foydasi bo'lmadi. Yo, osteoxondrozga simichkani ildizi zo'r yordam beradi. Siz tomir tortishib qolishiga olma sirkasini yoki limon sokini ichish surtib ko'rdingizmi? Yo'q. Masalan, 2ta narsani aytdim. Uchinchisi, isiriqni yaxshilab qaynatib badaningizga surting, oyog'ingizga vanna qiling, qo'llaringizga surting, quyuq qilib. O'shani qilib ko'ring. Ichingiz qotadimi? Yo'q. Chumchagimiz bo'ladi. Tomir tortishib qoladi. Хорошо. Vitaminingizni ham tekshirtirish kerak-da, vitamin kamligidan. Xullas, mana qarang, ko'p narsa bor vitaminlardan. Masalan, qora sidani iching, baraka topgur. Juda ko'p vitaminlar bor tarkibida. Yoki uni nima bor? Hozir aytaman. Arab xurmosi bor. Qariyb hamma narsa bor ichiga.
qariyb hamma narsa bor. Asalga aralashtiring. U ichib oyoq qo'l tortishi, qandaydir vitamin D kamligidan bo'ladi. O'sha narsani o'rnini to'ldirish kerak. o'ng qo'limda tomir tortib qolib, barmoqlar uyushmay qotib qoladi. Keyin o'ng oyog'imda tomir tortib qolsa, chidolmay qolaman. Bugun ham shunaqa ahvol bo'ldi-da. Tushundim. Gapimni eshitdingizmi? Eshitdim. Хорошо. Osteoxondrozga simichkani ildizini qaynatib iching. Toping, sizga o'rgatishadi qanday qilishni. Xo'p, agar osteoxondrozdan bo'layotgan bo'lsa, qolganini aytdim. Tushundingizmi? Endi efirga tushundim. Ertaga sizni kutib turuvdim. Siz bilan bir Qayerga uchrashib. kutib turuvdingiz? Toshkentdaman. Ertaga Ha, qabul qiladi Amerikada degan. bo'lmaydi, jon aka. Davay. Man sizga uchrashuv taklif qilganim yo'q hali. Yo'q. Efirga aytolmaydigan gaplarim bor-da, bir ikkita boshqa. Ha, qanday uchratasiz mani? Erta do'konga keling dedi. Bolalar nimada? Yaxshi, do'konga boring. O'sha yerga shogirdlarimiz bor. Sizga savollaringizga javob beradi. Kelsing? Yaxshi. Yaxshi. Salomat bo'ling. Rahmat. Так, следующий. Бурхонджон. Чхинь. От паразитов что можно? Молоко, чеснок пью, не помогает. Не помогает. Выкуся, не помогает. Тогда найдите пижму. Найдите пижму, хорошо? Пижма. Полынь горькая. Ну, сбор сделайте. Очень помогает. Ko'kragimda fibroadenoma bor. Tapiyada argon ichsam bo'ladi. Argon ichsangiz o'lasiz. Chunki sizda fibroadenoma bor. Argondan keyin rakka aylanadi. Mumkin emas argon sizga. Gemorrayga dori boshladik. Rahmat, zo'r ekan. Lekin qancha vaqt muddat? Bir kurs bo'ladi. 3-stepen. Tak, xemert olib ichyapsizmi, Aisha? Yaxshi. Assalomu alaykum. Allergiyaga eng zo'r davo ayting. Ana, mayli. Qora sedani. Zobka ayting. Lapchatka белая zobka. Настойка lapchatka белая yoki дурничник зубовидный. Qo'yitgan damlab iching. Gaymanit uchun videolar qilganman. Aliyeva sohiba. Qizil lavlagini sokini tomizing deb 100 marta aytganman. Mana Chirchiqdagi filialimiz. Davleniya tusa bersa, uy-joyda ne istasa bo'ladi. Davleniya tushsa, bedana tuxumini yeng. Bedana. Abdurauf Mustafayev. Aka, epilepsiyaga davo bormi? Aytib yuborasizmi, iltimos? Qiziq savol bo'ldi. Abdurauf uy sharoitidami? Epilepsiya. Ha? Epilepsiyani uy sharoitida demoqchimisiz? Когда в Астану приедете? Ну, по воле Аллаха, приеду. Время надо. Epilepsiyani uy sharoitida so'ragan qani?
Запор опущения геморроида. Как можно называется? Сперва от запора избавьтесь. Ну, при хронических запорах семинально отвар сделайте и пейте. А при геморрое можете картофельную свечку сделать. Много чего есть. Подорожник, усна при геморрое. Иногда можно окуривать э, на, на русском языке, как называется, окуривать. Э, Абдырау Мустаев. Ha, shunday, epilepsiya. Uy sharoitida. Mayli, eslab qoling, giyohlarni aytaman. Ruta o'simligi, Melissa лекарственная, пустырник сердечный, undan keyin mordovnik, rasteniya mordovnik, undan keyin shularni ichib yurishingiz mumkin. Shular hammasini aralashtirib, bir osh qoshiqni 200 grammga solasizda, ichib yuring. Sizga uy sharoitida epilepsiya bo'lmasa qora sedanani iste'mol qilib yurishingiz kerak. Qora sedanani ichasiz, betingizga surtasiz, qulog'ingizga tomizasiz, burningizga tomizasiz, boshingizga surtasiz. Qora sedanani yog'ini. Ha, Amerikadan salom, alaykum assalom. Fayz qandaysizmi? Qarshida bor filial. Da, suyak bo'g'im og'rishi tabiiy hol, argon ichgandan keyin. Tabiiy hol. Regeneratsiya. Torpeda ichsangiz ham qo'zg'atadi, cho'lchak kapsulasi ichsangiz ham qo'zg'atadi, argon ichsangiz ham qo'zg'atadi. Chunki og'riq qoldiruvchi emas u, davolovchi. Birinchi aytamanku, ana dori ichishdan oldin organizm bir tozalab olish kerak. Organizmni yaxshi bo'ladi. Jinsiy zaiflikka ayting, yozma o'qimayapsiz. Pornoni ko'p ko'rib yubordingiz, nima bola? Pornoni. Odamlar, yoshlar nima jinsiy zaiflikka uchrayapti? Хронический танзелит. Как лечить? Хронический танзелит. Много и чего есть при хроническом танзелите. Если хотите в домашних условиях сок красной свеклы выжать, прокипятить немножко и добавить яблочный уксус. И горло полоскайте. Хорошо? Andijonda filial bor, Qarshida filial bor. Bo'ladog'a, Hajji, yalla. Aktualnida telefon nomerlar bor. Qarshiniki ham, boshqasiniki ham. Aktualnida telefon nomer, Qarshi qayerda, Andijonda qayerda deb savol beruvchilar. Актуальныйда. У меня в актуальной есть. Я сейчас покажу вам. Вот мой профиль в данный момент. Вот актуальные филиалы и вопросы. Chirchiqda qattida. Farqi nima sizga qattida? Telefon nomer yozib qo'yilibdi-ku. Aql ishlatmaysizmi? Telefon nomer yozib qo'yibdi-ku. Da uxlashim kerak. Charchadim. Aytganday, bratья и сестры,
Bu yerda o'zbeklar ko'p-a, ko'pincha. Eh, Nortoy, Nortoy. Yoshga o'xshayapsiz. Qayerdan zaiflik sizda? Yuzlarida klesh. Qora sedanani surtsin yuzlariga. Qora sedanani ichsin. Qora sedaniga yana kist al-hindi bor. Kist al-hindi. Klesh cho'qqan, o'sha заражение bo'lganda sher. O'shani yo'qotish kerak. Yoki чистота nastoyka ichsin. Butun nimani yo'qotadi. Qondagi viruslarni yo'qotadi. Какое лекарство вы рекомендуете при волчанке? Растение чистотел. Лечение красной волчанки. Да, это длительный процесс. Да. Я предлагаю вам очистить кровь. Это же от крови. Красная волчанка потом атакует на почки, на сердце. Да, много чего атакует он. Я уже сказал, да, черный тмин, кист аль-хинди очень-очень очищает и очень помогает. Savolimga javob bering, o'qimadingiz. Va'da berganim yo'q sizga, Gulmira. 12:70. Me'yordan ko'p terlayman, nima qilsa bo'ladi? Так, me'yordan ko'p terlayotgan bo'lsangiz, vanna qilasiz. Vanna qiling. Ichiga tuz, pishvoy soda, undan keyin achchiq toshni eritib ko'proq ta'mi bilinsin-da, vanna qilib yoting. Mana shunday narsani qilib ko'ring-da. Xo'p, uyqum keldi. Birodarlar, kelinglar, man efirni yakunlay, uyqum keldi. Ko'ryapsizlarmi, ko'zlarim qizarib ketdi. Mani kechiringlar. Mana hozir kofe ichib olaman, baribir ertalabgacha uyqu yo'q. Hozir kofe ichaman-da, kitob chuqalayman. Salomon bo'linglar.